Assalomu alaykum qadrli talabalar va ota-onalar. Bugun biz oliy ta'lim tizimidagi eng muhim tartibotlardan biri talabalarga grantlarni taqdim etish va ularni qayta taqsimlashning amaldagi tizimini muhokama qilamiz. Ma'lumki, ushbu tartib joriy etilganiga 1 yilcha bo'ldi va u talabalar hayotida katta rol o'ynamoqda. Bu borada bizga advokat Mehriddin aka yaqindan yordam beradilar. Mehriddin aka, xush kelibsiz. Va alaykum assalom Mohina bonu. Taklif uchun rahmat. Darhaqiqat Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 10-martdagi 149-sonli qarori qabul qilinganidan buyon o'tgan vaqt davomida talabalar uchun grant o'rinlari bo'yicha aniq va shaffof qoidalar shakllanib ulgurdi. Keling, asosiy savoldan boshlasak. Grantlarni qayta taqsimlash o'zi nima va u kimlarga tegishli? Bu tizim asosan 2 va undan yuqori kursda o'qiyotgan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan talabalarga tegishli. Grantlar bir marta berilib, 4 yil davom etadigan o'zgarmas narsa emas. Har o'quv yili yakunida talabaning ko'rsatkichlariga qarab grantlar qayta taqsimlanadi. Ya'ni, yaxshi o'qigan kontraktchi grantga o'tishi, o'qishni sustlashtirgan grantdagi talaba esa kontraktga tushishi mumkin. Juda qiziq. Xo'sh, talaba grantga da'vogar bo'lishi uchun uning o'zlashtirish ko'rsatkichi, ya'ni GPA balli qancha bo'lishi kerak? Nizomga ko'ra talabaning GPA ko'rsatkichi kamida 3.5 va undan yuqori bo'lishi shart. Agar ball 3.5 dan past bo'lsa, u grant taqsimotida ishtirok etolmaydi. Nizomda to'liq ta'lim granti va to'liq bo'lmagan ta'lim granti degan tushunchalar bor ekan. Ularning farqi nimada? To'liq ta'lim granti bu o'qish xarajati davlat tomonidan 100% qoplanadigan va talaba stipendiya oladigan grantdir. To'liq bo'lmagan grantda esa davlat kontrakt summasining 50%ni, ya'ni 50%ni to'lab beradi, lekin talabaga stipendiya to'lanmaydi. Bu talabalar o'rtasida sog'lom raqobatni kuchaytirish uchun o'ylab topilgan. Tushunarli. Demak, faqat baholar hamma narsani hal qilmaydi, shundaymi? Ijtimoiy faollik qanday hisoblanadi? To'ppa-to'g'ri. Umumiy ball 100lik tizimda hisoblanadi. Shundan 80 balli akademik o'zlashtirishga, 20 balli esa ijtimoiy faollikka beriladi. Ijtimoiy faollikda talabaning kitobxonligi, 5 muhim tashabbus doirasidagi to'garaklarda qatnashishi, volontyorlik ishlari va odob-axloq kodeksiga rioya qilishi kabi 11 ta mezon inobatga olinadi. Kam ta'minlangan oilalar farzandlari yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalar uchun qandaydir imtiyozlar bormi? Albatta. Ijtimoiy himoya reyestriga kirgan va GPA ko'rsatkichi 4.0 dan yuqori bo'lgan talabalarga qo'shimcha davlat grantlari beriladi. Shuningdek, moliyaviy mustaqillik berilgan oliy ta'lim muassasalarida GPA balli 3.3 dan yuqori bo'lgan ijtimoiy toifadagi talabalarga kontraktning 20% dan 80% gacha bo'lgan qismi universitet mablag'lari hisobiga to'lab berilishi mumkin. Bu imkoniyatlardan foydalanish uchun talabalar qachon va qayerga murojaat qilishlari kerak? Jarayon asosan iyul oyida boshlanadi. Talabalar universitetning rasmiy veb-sayti orqali onlayn ro'yxatdan o'tib, o'z yutuqlarini asoslovchi hujjatlarni yuklashlari kerak. Yakuniy ro'yxat esa har yili 20-avgustgacha tasdiqlanadi. Mehriddin aka, batafsil ma'lumotlar uchun rahmat. O'ylaymanki, bu tizim o'tgan 1 yil davomida iqtidorli talabalar uchun katta motivatsiya bo'lib xizmat qildi va kelgusida ham shunday bo'lib qoladi. Salomat bo'ling. Barcha talabalarga o'qishlarida zafarlar tilayman.